Assalomu alaykum foyda tomon obunachilari. Juma ayyomlari muborak bo'lsin. Bugun hafta kuniga juma 5-iyun sanasiga mol qo'yilyapti. Bizda ikkita yaxshi boqotalar xunojillarimiz chiqib qoldi. O'zimizning dehqonchilik. Kimgadir qiziq bo'lsa ma'lumotlarni aytib o'taman. Bo'ylari 120 sm ga, bunisini 115 sm ga olsalang bo'ladi. 120 plyuska. Bu 115 plyuska. Deyarli 2 sent farq qiladi xolos, shuning uchun 5 sent raznicasini aytib qo'yapman. Holatlari juda ham yaxshi, mol nihoyatda yuvosh, odamni suzmaydi. Mol qilib olaman degan akalar bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqishaveradi. Holatlari yaxshi. Kelalarim yedi ichisiga, sog'ligiga garantiya. Uje mana molimiz tulash holatiga kelgan. Jullari barakali dehqon akamizdan. Kimgadir qiziq bo'lsa 93 946 72 16 kodi bilan telefon qilaverasizlar, aloqadamiz. Dastavkani o'ylamanglar, dastavka O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda qilib beriladi. Molga garantiya, ikkalasi ham boqotalar. Shuni novvosga qo'yib qo'yilsa bo'ldi. 9 oydan keyin hosilni olaverasizlar. Olganga ham, sotganga ham barakasini bersin. Qadrli obunachilar, yoqqan bo'lsa o'sha 93 946 72 16 kodi bilan telefon qilaverasizlar. Mana molni kichik obzorini ko'rsatib o'taman. Holatlari mana orqadagi holatlari. Mana ikkalasi ham parodali, chiroyli, ko'tlari keng mol. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar.